Abdulloh, konkurentlarimiz narxni 2 million qilib qo'yishibdi. Biz nima qilamiz klientlarga? Bo'lsa xalqqa bo'lsin 1 million 700 ming so'mdan qilib beramiz endi biz. Kommentariyada negativlar ham ko'payib ketdi-da, shunga baquvvatligi, sifatlari haqida ham bitta ma'lumot berib o'tdik. Ma'lumot beradigan bo'lsak, stullarimizni sifati xudo xolasa yaxshi. Betidagi seriosiga 3 yildan 5 yilgacha garantiya beramiz. Quyoshda turishiga 3 yil, salqinda 5 yil. Svarkalari mabodo temir svarkasidan qo'yib yuborsa, mahsulot yangisiga almashtirib beriladi. Oynasi baquvvat kalyonli oynadan men o'zim chiqib ko'rsatib beraman. Ko'rganingizdek, klientlarimiz juda ko'p so'rashyapti. Sizlarda necha xil turi bor, qanaqalari bor, o'shalarga ham bir ma'lumot berib o'tsak. to'qima stulimizda bizda 10 ga yaqin stulimiz turlari bor. Arzonroq modelni so'raganlar uchun Deco, Cobra, Afina, Rim modellarimiz bor. Bagatiroqni so'raganlar uchun Chanel, Isabella, Amarant modellarimiz bor. Bular hammasi to'shay bilan qilib beriladi. Oh, mazzayu. Abdulloh, bu kachilalarimiz haqida ham bir qator ma'lumot berib o'tdik. Kachilarimiz bu 2 kishilik modeli bo'ladi. Buni ham o'sha 7 xil svetida bor. Stoykalari bo'ylari ancha balandgina. Baland bo'lish nimaga kerak desangiz, mana zanjir uzunroq bo'lsa, kachilar ko'proq tebranadi, maza qilib o'tirishadi. Turbalariga alohida e'tibor beramiz. 3 lik stenkadan bo'ladi, 32 lik turbadan bo'ladi. Juda ham baquvvat bu ham. Bizda O'zbekiston bo'ylab dastavka mavjud. Ha, aytgancha, hozirgi paytda internetda mashininglar ko'payib ketganligi sababli bizda bunga yechim. Oldindan 100 ming so'm berasiz, qolganini uyingizga yetib borgandan keyin mahsulotni ko'rib, tekshirib olgandan keyin sifatlar joy-joyida bo'lsa, qolgan pulni to'laysiz keyin.